Oy! Xotining ruxsat bergan bo'lsa chiq. Qizlar kutib qoldi-ku. Yo, o'zimiz ketaveraylikmi? Jim. Ishqilib maqtaganlaringga bormi? Dod boradiganlardan bor. Ish qilib uylanganman, bolalarim bor deb kalla qo'yib yurmagin. Erkak kishi ko'chaga 7 qadam chiqqandan keyin bo'yda deyilgan. Qatta shunaqa deyilgan. Erkakchilikda Erkakchiligingizni isbotlash uchun uyingizda juft halolingiz turib, zino qilib yurishingiz shart emas. Naleva, naprava yuradigan ulfatchilik bilan erkakchilikni aralashtirmang. aka 3-4 kundan buyon uni burni oqib qo'ygan. Yaxshi dori tavsiya qiling. Men ozroq sho'xlik qilib qo'ydik. To'g'ri tushunasiz, erkakchilik. Siz qilgan ish erkakchilik emas, balki eshakchilik desa to'g'ri bo'ladi. Sho'xlik qilib qo'ydim deb emas, zino qilib qo'ydim deb gapirishni o'rganing. Yuqtirib olgan narsangizni uni burni oqib qolibdi emas, gonoreya, xlamidiyyaga o'xshagan bakteriyalarni yuqtirib olib, jinsiy a'zoyimdan yering oqayapti deb gapirsangiz to'g'ri bo'ladi. Eshakchilik deganimni boisi mana shunday jiddiy kasallikni yuqtirib olib, to'g'ri o'zini mutaxassisga murojaat qilmasdan aptekachini oldiga borib, aptekachi tavsiya etgan dorilarni olib, o'zingiz, ya'ni samolecheniya bilan shug'ullanishingiz bu haqiqiy eshakchilik hisoblanadi. Bunday holatda urolog, androlog yoki dermatovenerolog mutaxassisga murojaat qilinadi. Agar vaqtingiz bo'lsa, ginekologiyaga borib kelaylik. Ozgina mazam bo'lmayapti. Kundan kunga ahvolim yomonlashyapti. Abbo, buncha kasaldan boshing chiqmaydi. O'zichi oxirgi payt ko'nglim tortmayapti senga. Qachon qarasa ginekologga boraman deb o'rasan. Ana uyingdagilarga telefon qilgan, oying bilan borib kelasan. Ginekologiya yurish meni erkakchiligimga to'g'ri kelmaydi. Oshna og'ayingiz bilan fohishaxona yurish erkakchiligingizga to'g'ri keldi. Bakteriya, viruslarni yuqtirib olib, apteka dori qidirib yurish erkakchiligingizga to'g'ri keldi. Kasallikni uyingizgacha olib kelib, ayolingizga yuqtirish erkakchiligingizga to'g'ri keldi. Endi ayolingizni davolatish erkakchiligingizga to'g'ri kelmay qoldimi? Esingizda bo'lsa, uni nikohingizga olayotganingizda yaxshi yomon kunida ham oldida bo'laman, sog'u xastaligida ham oldida bo'laman deb va'da bergandingiz. Bir eslab ko'ring, sizni qaynotangiz erkak qizini oq yuvib, oq tarab sizga erkakchilik qilib bergan. Sizni javobingiz bo'lsa, erkakchilik emas, nomardchilik deyiladi. Hech qachon bu ikkalasini bir-biri bilan aralashtirmang. Mana shunaqa go'yo erkakchilik qilib yurgan ba'zi akalar boshingiz devorga borib tekkanda ayolingizni ayblashni bas qilib, erkak bo'lingda ozgina jinsiy aloqani to'xtatib, ayolingiz ham, o'zingiz ham birgalikda davolaning. Shunda hammasi o'tib ketishi mumkin. Videoni kimga yuborishni yaxshi bilasiz.